Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Makkadan Qizil dengizga qarab yo'l oldik. Nasib bo'lsa 1,5 soat orasiga Yushoqqa nasib bo'lsa yetib boramiz inshaalloh. Mana Bobo gapiring. Bir hafta o'tdan boramiz, yetib bordik, nasib bo'lsa tashlaymiz sizlarga tog'larni ungacha ko'rsatib ketaveraman sizlarga. Tog'lar. Yetib bordik, nasib bo'lsa yana emin-erkin syomka qilib hamma joyini ko'rsatib sizlarga taqdim etamiz. Hozircha sog' bo'lasizlar.